Assalomu alaykum. Fransuzlar bitta zo'r tomoni borda, qarilari. Hech qaysisi uyda o'tirmaydi. Hammasi bir narsa qilishga tayyorda. Elementarno volonterskiy organizatsiyalarga borib ishlab yurishadi. Tam shanba, yakshanba kunlari polni ko'chada hammasi bo'sh o'tirishmaydi. Hammasi ko'chada bir narsa qilib yurishadi. Bizda esa 60 yosh bo'ldingmi, so ko'chadan chiqishmaydi, hech narsa qilishmaydi, o'libman, qo'yibman deb yotib olishadi. O'sha bizlar bilan farqi. Bu yerda 80 yosh bo'ladimi, 90 yosh bo'ladimi, hammasi bir narsa qilib yurishga tayyorda. Shu katta plyus tomoni. Hammasi ko'chada piknik qilib o'tirishibdi, hammasi. Yana bir narsalar qilib yurishibdi, lodkada aylanib yurishibdi hammasi. Tak judayam chiroyli hayot. Keyin undan tashqari fransuzlar tabiatni judayam yaxshi ko'rishar ekan, judayam ухаживать qilishar ekan tabiatga. Ya'ni daraxt kesilish mumkin emas. Umuman, например, daraxt qulab tushdimi, tegilmas ekan. O'sha joyda yotaveradi. Daraxt qulab tushsa. Endi bu yo'lda emas, endi prigorодlik joylar bo'lsa, misol uchun, как o'rmonga o'xshaydigan, tam parkka o'xshagan joylar bor bo'lsa, o'sha yerda mumkin ekan, короче, daraxt qulab tushsa, hech kim tegmas ekan. Keyin bu yerda shu интересно, uy olsang, ya'ni misol uchun uy olding, sen remont qilmoqchisan, tam uyni old tomonini облицовкасini, tam shkaturkami, tam o'shanga o'xshagan narsa qilmoqchi bo'lsang, seni haqqing yo'q ekan o'z boshimchalik bu narsa qilishga. Ya'ni sen birinchi bo'lib tam anaqadan olishing kerak ekan ruxsatnoma meriyadan. Ya'ni mahalla komitetiga chiqib, o'sha yerdan ruxsatnoma olish shart ekan. Chunki bu yerda ko'p uylar anaqa deylar ekan, nima deydi? Как охранный, как бы исторический наследство, bir narsa o'shanga o'xshagan narsa ekan. O'sha sababdan, короче, umuman mumkin emas ekan o'z boshimchalik bir narsa qilishga. Elementarno tam o'pirilib tushsa ham, misol uchun облицовкасы, uni обязательно ruxsat so'rab qilishi shart ekan. Вот так вот. Вот men hozir почти за город chiqib ketdim-da. За городimman. No, har 100 metr, 200 metrda mana bunaqa o'tiradigan joy bor. Kim xohlasa o'tiradi. Manimcha kamonlar o'tirsa kerak. O'sha shahardan dars chiqib ketdim-da, peshqadam aylanib yuribman. No, каждый 100 metr, 200 metrda mana shunaqa o'tiradigan skameykalar bor. No, odamlar ham yo'q hozir. Chiqolsa hammasi qaytyapti, obratno. Yaxshiyam suv olgan ekanman. Suvim bo'lmaganda bilmadim. Hech chanqib ketardim. Keyin undan tashqari fransuzlari semizlari yo'q. To'la, semiz, shunga o'xshaganlari yo'q umuman. Buni ko'rganman, bitta ikkita mana shunaqa ko'rdim. Misol uchun, men hozir Vyarzon degan shahardaman. Bizda 5000 tami, 6000 ta odam yashasa, o'sha yerdan bir 3 ta odami semiz. Tak fransuzlari umuman semizlari yo'q menimcha. Umuman ko'rinmaydi. Это что интересно.